Don opa, esingizda bo'lsa 4 oy oldin oldingizga konsultatsiyaga kelgan edim. Boshim qattiq og'rirdi. Botoks qilgan edingiz. Ungacha har xil doktorlarga borganman, migren qo'yib berishardi, lekin kapelnitsa, tabletka shunaqa dorilar yozib berishardi. Hammasini olardim. Uzoq bir oydan keyin yana bosh og'rig'i boshlanadi. Siz oldingizga keldim. Siz botoks qildingiz. Botoksdan keyin ancha yaxshilandim. 4 oy oldin botoks qilishimdan oldin og'riqlaringiz qanaqa edi? Kuniga necha marta og'rirdi? Bir oyda kunora og'rirdi. Shunda o'rtacha 15-20 kunlar og'rirdi. Og'riq kuchi qanaqa edi? Ishingizni qilib yuraverardingiz, ishga borib, kelib? Yo'q, qattiq og'rirdi. Og'riganda ham hech narsa yoqmasdi. Ovozlar ham, telefon ham, yorug'lik hech narsa yoqmasdi. Hech kim meni bezovta qilmasa-da, men bitta xonada bekinib yotib olsam, shunaqa og'riq, shunaqa qattiq bo'lardi. Ko'ngil aynish, qusish, shunaqa holatlar bo'lganmi? Bo'lardi. Ko'nglim aynardi. Boshim og'rishidan oldin ko'nglim aynar, qusardim, keyin bosh og'rig'i boshlanardi menda. Mana 4 oy oldin botoks qilgan ekanmiz. Undan keyin qanaqa bo'ldi og'riqlaringiz? Nima o'zgarish bo'ldi? Masalan, oldin kunora og'riydigan bo'lsa, hozir haftada 2 marta. U ham chidaydigan darajadan qattiq og'rimaydi. Demak, oldingizga yotib qolmaysiz, bemalol ishingizni qilib yura olasiz, to'g'rimi? Bemalol ishlarim qilib, ko'chalarga chiqib yuraman. Esdan chiqarishga harakat qilaman bosh og'rig'ini. Dori ichmasam ham yaxshi yuraman. O'zi qarang, migren u surunkali kasallik, uni to'liq 100% yo'q bo'lmaydi. Faqat vaqti bilan davolanib turish kerak, profilaktika choralarini qilish kerak. Endi biz tavsiya beramiz, eng zararsiz profilaktika choralari mana shu botulinum terapiya. O'zi o'rta hisobda botulinum terapiya muolajasi 4-5 oy, ba'zida 6 oyga yetadi. Endi hamma organizm har xil, hammada har xil. O'rta hisobda 4 oyga yetadi. Hozir yana bir marta botulinum terapiya olib ko'ring. Har olganingizda og'riq kuchi kamayib, og'riq yengilroq o'tadi. Agar sizda ham bosh og'riqlari kuzatilsa, bezovta qilsa, bemalol konsultatsiyaga yozilishingiz mumkin yoki direktdan murojaat qiling.